Biz sizga 24 soat ichida 40.300 dollar va 2.700.000 Toshkentdagi Saxovat peshalari bilan birgalikda. Shu 15.000 atrofida ketadi degandingiz. Kecha aytgandim, bizni kasallar, bemorlar ko'p. Ham siz o'zingizga muhtojligingizni pul yig'yapsiz, ham yana boshqa insonlarga ham ehson qilyapsiz. Mana bu 20.000 dollar. Mana bu lakdagi ham 2.700.000 bilan 300 dollar sizga mana cheklari bilan hammasi. Hop, mana bu haqiqiy haqdor operatsiyaga zarur bo'lib turganlarga ertangi videolarni qo'yamiz. Rozimisiz? Bu bizning Saxovat peshalarimizni, bizni shu biz bilan yelkama ishlayotgan xalqimizning gapi, aka, operatsiyasiga loyig'ini berib qolgan bemorlarga bersakchi, bemorlar ko'p-ku degan uchun. Siz rozimisiz? Rahmat. Alloh amin. Amin. Menga qilgan ehsonlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Farzandlaringiz vaqtiga sog' bo'linglar, hech kim kasal bo'lmanglar. Amin. Jannatlarda ko'rish Amin. nasib qilsin, hojilarga boringlar. Bilmasdan qilgan gunohlaringni Allohim kechirsin. Men ham hammalaringni duo qilaman. Amin. Xursandmisiz onajon? Rahmat. Xursand bo'ling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aziz vatandoshlar, juda ko'pchilik aka haqdorga boryapsizda, berilyapti. Operatsiyadan tashqari ham 15.000 berilgandan ko'ra shu pullarni boshqa shu 15.000lik yetmagan bemorlarga, shu zudlik bilan operatsiya qiladigan bemorlarga bersangiz degan taklifni ko'p kiritishdi. Shu taklifga binoan Xudo xolasa videolarni kuzatib turinglar. Ertaga indinga bu haqdorlarning egasiga topshiriladi isbot dalillar bilan. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz.